Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol berishgan ekan Amir Temur, Alisher Navoiy, Ulug'bek va hokazolar. O'zimizda o'tgan o'tmishdagi shu insonlar haqida, bu insonlarni bizda ulug'lashadi. Bular qanaqa insonlar bo'lgan degan ma'noda savol beribdilar. Bular qanaqa insonlar bo'lganligidan qat'iy nazar o'tib ketdi bular. Ularda hozirgi kunda bizga zarari tegayotganligi yo'q. Va bizga zarari tegayotgan narsa odamlar o'shalarni buyuklayotganligi. Shuning uchun ham ular to'g'risida aslida gapirmoqchi emasdik, lekin gapirishga qaror qildik. Odamlar ularni haddidan oshirib buyuklashligi uchun. Bilib olish kerakki, bu insonlar diniy bir insonlar emas. Bular podshohlar bo'lgan xolos. Podshohlar, hamma dunyodagi podshohlar, masalan Chingizxonda ham shunaqangi podshohligi bo'lgan, Xitoy podshohligi, Rumdagi podshohlik, Forsdagi podshohlik, shunga o'xshagan bir podshoh odamlar bo'lgan bular. Islom bir jamiyatida islom gullab yashnagan zamonda o'tgan odamlar bo'lgan xolos. Farqi shunda. Ularda o'zi kim bo'lgan, qanaqa odam bo'lgan, bu to'g'risida bizda yetarli ma'lumot yo'q. Lekin xosatan Amir Temurni ko'p ahli sunna val jamoa ulamolari qattiq qoralashgan. Chunki ko'p qatl-omlarga sabab bo'lgan. Haqiqatda Amir Temurning e'tiqodida ham ba'zi katta bir nuqsonlar bo'lgan. Shiyalardan bo'lgan deyilgan botiniylik mazhabidagi insonlarga aralashgan inson bo'lgan. Natijada ahli sunnaning ko'p qirilishiga sababchi bo'lgan. Ko'p janglar qilgan va o'sha zamondagi xilofotni bo'linishiga sababchi bo'lgan. Mana aslida biz tomonlarga islom kirgizib borilganda hamma bir xilofat bo'lgan. To Xurosondan tortib bu tomoni Ispaniyagacha va bu tomoni Afrika davlatlari, hammasi bular bir xilofat ostidagi mamlakatlar bo'lgan. Bizdagi chiqqan mana amirliklar, Amir Temur bo'lsin, boshqa bo'lsin, uning zurriyoti, Ulug'bekmi, undan keyingilar boshqalarmi, uning zurriyoti, Bobur, boshqa hammasi bular bizdagi o'sha zamondagi xilofatni bo'linishligiga sababchi bo'lgan bular. Shuning uchun bular nihoyatda bir buyuklanadigan odamlar emas. Agarchi buyuklanadigan odam bo'lgan taqdirda ham bu ota-bobo bilan buyuklanish, ota-bobo bilan faxrlanish, bu qavmparastlik, millatparastlik deyiladi. Bu narsadan islomda qaytarilgan. Hech ota-bobo bilan faxrlanish, Rasululloh hadisda aytadilarki, "Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Kimniki amali agar uni ortga tortsa, nasabi uni oldinga torta olmaydi degan. Ya'ni amaling susmi, foydasi yo'q, otamiding, bobomiding degan gapingni. Amalni qilgin, nasabing senga bir tiyinlik foyda bermaydi. Agar birovga nasabi foyda berganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning otalari, Rasulullohning onalari yoki Rasulullohni mana shunday tarbiyalab, himoyalab, parvarishlagan bobolari va amakilari mana shularga foyda bergan bo'lardi. Bularning hammasi jahannamda deganlar Rasululloh. Otalarini ham, onalarini ham sahih hadisda kelgan, abavaya finnar deganlar. Ota-onam jahannamda deganlar. Bobosi ham, Abu Talib ham, uni ham jahannamda deganlar. Faqat menga ko'p yordam berganligi uchun jahannamning yengil azobida, ya'ni to'pig'igacha olovda deganlar. Demak, bu zarracha nasab bizga foyda bermaydi. Agar inson amalida suskashlik qilayotgan. Hozir odamlarda biz shunaqa bo'lib qolgan. Shu o'tmishlik bilan faxrlanadi. Hozir o'zida esa hech voqea yo'q. U o'tmish hammada bor. Hammani o'tmishini surishtirsa, o'tmishida bir buyuk odamlar chiqadi. Hamma shu bilan o'zi mahliyo bo'lib yuradi. Bu narsalarni shuning uchun to'xtatish kerak. Inson hozirini, amalini ko'rish kerak. Vallohu alam.